Ya pichib tugitib olsaqmi tugitib ekanmiz shu pullarni. Zat bir sayohat qilish kerak ekan. Nurg'un narsalarni o'rgandim. Bu qitimliq sayohatda shunchalik bir yaxshi dam olish bo'ldi. Men mo'lan chaplab qaranglar yotoqlarda. Shunaq omdan anutkezlik bir narsa ko'z qo'ya. Vahshiy payzi. Ko'rib turganinglardek mana. Mazlayani putordiqida, ma putamni chilab ko'rdinglarmi? Vahshiy payzi. Shunda rahat. Mushundaq chetlarga chiqsaqmi, nega sayohatga chiqsaq, biz layani putordiqni avlishni unutib qolmaymiz. 3 xil tamda chiqadi o ballamda. 3 xil tamda desam ishchi olmanglar, yana buni 3 xil mundaq. Ko'rdinglarmi, ma'qulamdikisi, zapaninki, maniki, aytsa, Sinjang 3 xil bo'lib chiqadi. Lip miliq chiqadi. Odatda biz bu putordaqlari xalloq basak nech pulga chilaymiz putlarimizni nech pulga chilab qo'ydi, shular nech pullarga tutqizib qo'ydi. Biz 3 qutisini 39 qo'y 9 mingga chiqarib etdik. Andan keyin ziyod so'g' ishib ketgan, shalviq yiqayotgan, kechalar yotamayotgan, muzdek taraydiganlarmi, mushunda bir chaqinmasanglar, shunchalik rahat his qilsizlar. O'ruqlayotgan mazgilinglardimi, putanglarni pat-pat chilab bersanglar, qandaylish yaxshi bo'lib, shinchangda yaxshi bo'lib, ishtik o'ruqlay olasizlar. Seri qarg'u isbatdan bahasi bak muvaffaq zilayyaning issiqlik o'rdiqi degan juma mana. Xotirjam asanglar bo'ldi juma. Seri qarg'u isbat.